Meşhur İslam alimi İbn Hajar al-Asqalanining Ad-Davrar al-Kamila nomli kitobida yozishicha, xristianlar Mo'ng'ul qabilalarini nasroniylikka da'vat qilish uchun ularga missionerlar avatidi. Zalim Qulaguning ayoli nasroniy bo'lganligi uchun Qulagu ularga da'vat qilish uchun barcha imkoniyatlarni yechib berdi. Bir kuni katta nasroniylar guruhi kelib da'vat qildi. Mo'ng'ul qo'mondonlaridan biri xristian bo'lganligi uchun bayram qilinayotgan edi. Shu vaqtda xristian missionerlardan birisi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqorat qilishga boshladi. Shu yerda zanjir bilan bog'langan bir it bo'lib, xristian nafrat bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqorat qilishga boshlaganda, it uningga shiddat bilan itilishga boshladi va uningga hujum qildi. Ular u itni nihoyat mushaqqatda ajratib oldi. Bu ishga guvoh bo'lgan biri, "Sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqorat qilganliging uchun it sana hujum qildi" dedi. Xristian, "Yo'q, u mening qo'l ishoratimni ko'rib, meni urish uchun kelgan o'xshaydi" deb qoldi dedi. Keyin u yana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni texmi qattiq nafrat bilan haqorat qilishga boshladi. Lekin it burunqidan shiddat bilan xristianga hujum qildi. Hatto zanjirni uzib tashlab, uning bo'g'zidan oldi va uni o'ldirdi. Bu ishga guvoh bo'lgan Mo'ng'ullardan 40 mingi musulmon bo'ldi. Mana bu voqelik bo'lib, necha yuz yildan keyingi bugungi kunimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hajviylashtirib, gazet jurnallarda rasmlar sizilayotgan. Qur'onlarimiz ko'ydirilib, dinimiz masxara qilinayotgan bugungi kunda insonlar islomning haqiqatini tushunib yetmoqda. Subhanalloh. Ayni vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masxara qilingan chog'da Mo'ng'ul askarlari musulmon bo'lgan bo'lsa, bugun ham Yevropada masxara qilinayotgan bu islom diniga minglagan kishilar kirib kelmoqda. Alloh albatta o'z nurini oshkor qiladi. Bugun kishilar islomga shu qadar intizor bo'ldiki, uning adolatini, go'zalligini namoyon qilib, insoniyatga qaytadan hayotlikning qadr-qimmatini tunutib, Allohdan boshqa qul bo'lmaydigan hurligiga intizor bo'lmoqda. Fisq-i fujur, gunoh ma'siyatga, zulm sitamga to'lib toshgan maxluqlarning tuzilmasidan joq to'ygan har millat xalqi shuncha pasatchiliklarni ko'rgandan keyin bu hayotning haqiqatini topmoqda. Umar roziyallohu anhu jaholat ko'rmagan kishi islomning qadrini bilmaydi degan edi. Qaraydigan bo'lsak, ota-bobolardan tortib islom ne'matiga muyassar bo'lib, or-namoz, hayo, izzat bilan o'tgan ba'zi kishilar islom ne'matining qadrini bilmasdan arzimas shuarlar kaynidan yurib ketmoqda. Eng ichinarlik yeri shuki, Qur'onimiz, dinimiz, izzat hurmatimiz dafsand bo'layotgan bugungi kunimizda ko'pchilik musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatini qo'g'dash uchun aytilgan shu ishchilik ham bo'lolmasdan o'yin tomosha, shaxsiy hayoti bilan mashg'ul, beg'am yashamoqda.